Dudlangan dumbani zo'ridan mana. Havolar ham sovuq qoldi, aka. Siz uchun immunitetni ko'taradigan zo'r narsa olib kelib qo'yganman. Dudlangan dumbani zo'ridan mana. Vakuum qilingan, uzoq muddat saqlash ham mumkin. Uzoq yo'llarga olib ketsangiz ham bo'ladi bemalol. Buni bitta kesamiz, mana bismillah deymiz, kesamiz. Mana kesilishlariga e'tibor bering, mana. Upakovkalardan shunday chiqib keladi-yu. Qarang, buni sochniligini, qarang. Bismillah, mana. Qarang. Dudlangan dumbalarimiz qishki sovuq kunlarida jonga darmon bo'ladi. Bu o'zi immunitetni ko'taradigan narsa bo'ladi. Bismillah. Bunaqasi kamdan kam uchraydi. Sog' bo'lasizlar. Pastiga raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Sizlarga ham shunaqa tabiiy, sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa.